Agar iPhone qotib qolsa, nima qilish kerak? Bugun shu 4 ta usulni ko'rib chiqamiz. Salom, Texnoobzor shinavandalari. Kamina Muhammad Qodir. Siz mening shaxsiy YouTube kanalimdasiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zi iPhone nimaga qotadi? iPhone eng ko'p qotish sabablaridan biri bu operatsion sistemasi, ya'ni iPhonening operatsion sistemasi iOS ga bog'liq. Chunki Apple o'zining iPhone'lariga 4 yildan 5 yil, 6 yilgacha обновление yuborib turadi. Android smartfonlarga o'xshab 2-3 yilda to'xtatib qo'ymaydi. Va yana bir qotishlarning sababi bu iPhone'lar o'sha обновлениeni olayotganda eski modellar ham oladi. Eski modellarda nima bo'lgan? Protsessor eski. Shuning uchun qotishlar tabiiy hol. Bugun men sizlarga o'sha iPhone'ingiz qotib qolganda yoki biror narsa ishlamay qolayotganda yordam beradigan usullarni to'rttasini ko'rsatib beraman. Birinchi usuli ovoz ko'taradigan va ovoz tushiradigan bosasiz va blokirovka tugmani bosib turasiz. Mana shunaqa holat bo'ladi, X ta bosaverasiz. Va kodini tersangiz, telefoningiz o'z holatiga tushib ketishi mumkin. Ikkinchi usuli esa o'zi hamma bilgan o'chirib yoqish. O'chirib yoqsangiz ham telefoningiz yaxshi qotmasdan ishlab ketishi mumkin. Uchinchisi esa mana bu yana ovoz ko'taradigan va ovoz tushiradigan bosasiz va домой knopkani bosib turasiz. Va shunda telefoningiz перезагрузка bo'ladi. Перезагрузка bo'lib o'zini bir qaytadan tiklab oladi. Agar mana shu 3 ta usul ko'rsatdim, uchovi ham sizga foyda bermaydigan bo'lsa, oxirgi 4-usul sizga aniq foyda berishi kerak. Sen ko'rsataman, lekin aniq yordam beradi. iPhone'ni sibros qilamiz. Qanaqasi sibros qilishingiz mumkin? Ma'lumotlar o'chib ketmaydi, faqat sizni ya'ni nastroykalaringizni ma'lumotlari o'chib ketadi, lekin ichidagi sizning shaxsiy ma'lumotlaringizga hech kim tegmaydi. Sizga misol qilib aytaman, o'zim 13 Pro Max'im borda oldin ishlatardim va iOS 17 da edi. Video ko'rib o'tirardim yoki video montaj qilib o'tirardim, galeriyaga saqlaganimda perihodlar bo'ladi-ku, o'sha perihodlar o'tib ketayotganda oq chiziqlar paydo bo'lib qolardi, ya'ni ekran oqarib qolardi. O'sha men telefon buzilganmikan yoki boshqa narsa bo'lganmikan deb o'ylardim, lekin o'sha hozir sizga ko'rsatadigan 4-usulimda qilib ko'rgandim. O'sha narsasi to'g'rilanib ketgandi. Faqat nastroykalarning ma'lumotlari o'chib ketgandi. Настройка kirib olamiz, основныйni ustiga bosamiz. Bu yerda eng pastga tushamiz. Перенос или сброс iPhone'ga bosamiz. Va birinchida turgan sbrositni ustiga bosib olamiz va mana bu qizil tugmani ustiga bosasiz. Shundan keyin iPhone o'zini sbros qiladi, lekin ma'lumotlaringiz o'chib ketmaydi hech qaysi. Zavod holatda o'shalarni keyin o'zi qo'shib qo'yaverasiz bemalol. Faqat ma'lumotlaringizga tegmaydi. Faqat shu nastroykalaringizni ma'lumotlarni o'chirib yuboradi. Ko'rishingiz mumkin. O'zini sibros bo'ldi deyarli. Bunaqa sibros qilganingizdan keyin faqat nastroykangizni sozlamalaringizni zavod holatiga kelib qoladi, lekin ma'lumotlaringiz o'chib ketmaydi. Mana meni galereyamda hamma narsa turibdi. Lekin mana bunaqangi o'zingizga moslab olasiz keyinchalik hammasini. Kamera sozlamalari balo-battar boshqalarda. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Agar video yoqqan bo'lsa bitta like, bitta kommentariya, keyingi videolar nima haqida bo'lishini yozib keting. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.